Bu uyning kattasi Oybek tog'a. U milliy taomlarning chinakam ishqibozi. Osh yegisi kelsa, xohlagan paytda buyurtma qila oladi. Bunaqa havoda osh rosa ketadi. Bu esa Halima opa, uyning bekasi, zamonaviy texnikalarning muxlisi. Yangi texnika yoqib qolsa, bir zumda buyurtma qiladi. Hayda dasim ovqatning xolodilnikning zo'rini topib qo'ydim. Bu Nodir, uyning faxri. Uyda remont boshlab yuborgan. Qurilish mollari kerak bo'lsa, buyurtma qildira oladi. Bitta telefon qilaman, mollarni darrov yetkazib berishadi. Bu esa Nargiza, uyning kelini va mohir pazandasi. Pishiriq qilishni yaxshi ko'radi. Lekin unga uy ro'zg'or buyumlari kerak bo'lsa, Hammaga dastavka bor, lekin menga kelganda yo'q. Stop. Hali xabaringiz yo'qmi? Nimani? Axir Nafildan uy ro'zg'or buyumlarini buyurtma qilsa bo'ladi. Yo'q-e. Endi obora bo'lib bozorga borib yurishingiz shart emas. Uyingizdan chiqmasdan birgina qo'ng'iroq orqali uy ro'zg'or buyumlariga buyurtma bering. Haykallar, ko'kitib yubordingiz-a? Ro'zg'or, g'or to'ldirishga Nafil bor.